This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlatışımızğa xoş gəldiniz. Anlayatqanlar Erkin Asiya Radiosu'nun 1 saatlik Uyghurca anlatışı. Amerikanın paytaxtı Washington'dan anlatış beriyatımız. Bugün 12. ayının 19. günü, Peyşembe. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Nur İman. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü 1 saatlik anlatışımızı tövəndikdə qorunlaşdırdıq. Aldı bilan gündəlik qısqa xəbərlər proqramımız boyunca anlatış berimiz. Bu programımızda dünya vəziyyəti və şundaqla Uyğurlarga münasibətlik ən yangi uçurlardan sizlarni xəbərdar qılımız. Gündəlik qısqa xəbərlər proqramımızdan keyin vaqe və mülahizə səhifəmiz boyunca anlatış berimiz. Bu səhifəmizdə öz müxbirlərimiz və dünyanın hər qaysı joylarında turishliq ixtiyari müxbirlərimiz tayyorlagan təfsili xəbər analizi, söhbət və məxsus proqramlar diqqətinizdə болады. Proqramlarımızı yaxtırıb anlaşılmanı ümid qılımız. Möhtərəm radio dinləyicilər, anlatışımızın gün tərtibi boyunca aldı bilan müxbirimiz Aziz tayyorlagan gündəlik qısqa xəbərlər diqqətinizdə bolsun. Britaniya radio şirketi, yani BBC'nin 18 dekabrdagi xabarida aytilishicha, Amerika fuqaroligidagi Chen Jinping ismli Xitoy 2022 yili New Yorkdagi Xitoy shahrida yoshirin saqchi punkti qurib chiqqanligi va uni mangdurganligini tan olgan. Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligining bevosita yo'l yo'rig'i bilan qurilgan mazkur saqchi punkti asosligi shu atrofdagi demokratchi Xitoylarga payloqchilik qilishga mas'ul bo'lgan. Radiomiz Xitoy bo'limining aniqlashicha, New York shahrida Changli jamiyati degan nomda qurilgan bu yoshirin saqchi punktini 2022 yili Amerika Federatsiya tekshirish idorasi bayqagan va uni pochaqlab tashlagandan keyin Chen familiyalik Xitoy va uning Xitoy sheriki o'zlarining Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligi bilan yezishgan telefon uchurlarini tezdan yuvatgan. 2023 yili aprelda bo'lsa, ular rasmiy holda qo'lga olingan. 18 dekabr kuni Chen Jinping o'zining Xitoy hukumatiga moslashib jasuslik qilganligini tan olgan hamda sudning hukm chiqarishiga yo'llab berilgan. Navbatda uning 5 yillik qamoqqa hukm qilinganligi taxmin qilinmoqda. Xabarda aytilishicha, dunyo miqyosidagi 53 davlatda mushu xildagi yoshirin saqchi punktlari oz degandimi 100 dan oshadigan bo'lib, chet ellardagi Xitoy hukumatiga qarshi kuchlarga taqobil turishni bosh vazifa qilgan. Ammo Xitoy hukumati bu fikrni inkor qilib, u joylarning saqchi punkti emasligini, balki chet ellardagi Xitoy fuqarolariga qolaylik yaratib berishni ko'zlagan mulozimat punktlari ekanligini ta'kidlagan. Yaqinqi yillarda Amerika fuqaroligidagi Xitoylarning mushu xildagi jasuslik qilmishlari ko'plab pash bo'layotgan bo'lib, Federatsiya tekshirish idorasining mas'ullaridan Robert Wales bu vaqtda to'xtalib, Chen Jinpingning qilmishi Xitoy hukumatining kompartiyaga qarshi so'z qilganlarga tahdid silish va parokanda qilishdek razil qilmishlarining hali ham davom qilayotganligini ko'rsatadi degan. Töpürlük gizdining 18 dekabr sonida e'lon qilingan Olivia Inus imzosidagi obzorda Amerika tashqi siyosatidagi muhim mazmunlardan bo'layotgan majburiy emgak masalasiga qarata Trump hukumatini ba'zi yangi qadamlarni ilishga tavsiya qilgan. Washingtondagi Hudson institutining oliy tadqiqotchisi Olivia Inusning qarashicha, 2021-yil Kengash palata a'zosi Marco Rubio bosh bo'lib turishtirgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni keyincha rasmiy yo'sinda ijro qilinishga boshlagandan buyon qisman yoki butunlay holda Uyg'urlarning majburiy emgaki badaliga ishlangan har qanday mahsulotning Amerika tamojnasidan o'tishini ma'ni qilib kelgan. Ammo umumiy jihatdan olganda uning ijro qilinishida izchillik mavjud bo'lmagan. Шуңа Xitoyning barg'ansir yo'g'inayotgan qara niyatini cheklamoqchi bo'layotgan yangi navbatlik Amerika hukumati bu jihatda Uyg'urlar duch kelayotgan zulmlarga qarshi strategiya sifatida Uyg'ur majburiy emgak masalasida 3 qadamni elishi kerak ekan. Olivia xonim tavsiya qilgan qadamlarning birinchisi yangi navbatlik hukumat majburiy emgak mahsulotlarini import qilguvchilarga ig'ir jarimani qo'yish lozim ekan. Chunki ular buningdagi yo'chiqlardan foydalanib bu qilmishni davomli sodir qilmoqda ekan. Ikkinchisi Xitoy eksport qilayotgan majburiy emgak mahsulotlarining ko'p qismi Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir qism davlatlar orqali yo'llanayotgan bo'lib, Xitoyning jinoyatlariga sherik bo'layotgan bu davlatlarga qarata ikkinchi yurish jazo tadbirlari e'lon qilinishi lozim ekan. Uchinchisi, Trump hukumati Xitoyning irqiy qirg'inchiligi
va insoniyatga qarshi jinoyatlardan amon qolg'uvchilar uchun mablag' ajratib, ularning keyingi hayotini muvofiq o'rinlashtirishga sarf qilishi kerak ekan. Abdur bu 3 qadamni alohida eskartish bilan birga Uyg'ur majburiy emgakining oldini olishda Amerika hukumatining o'z ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib ish ko'rishi va mushuninga o'xshab ketadigan yangi tadbirlarni vujudga chiqarishi eng muhim degan. Xitoy boshqarishidagi Tangirtog' to'rining 18 dekabrdagi xabarida aytilishicha, Urumchi shahrining Toshbuloq, ya'ni Xijasan rayonidagi mahalla komitet a'zolari shu rayon tavasidagi boshlang'ich maktab o'quvchilariga husnixat yozish usulidan o'rnak ko'rsatgan. Xabarda bu hol Jonghua millatining munavvar an'anasini o'quvchilarning darsdan sirtqi faoliyatlariga aylantirish tirishchanligi deb maqtalgan. Ma'lum bo'lishicha, Toshbuloq rayoni asos jihatdan yillardan buyon ish ovqat izlab Urumchiga chiqqan Uyg'ur oilalari markazlik to'plashgan rayon bo'lib, suratlik xabardagi hodisa bir qism mutaxassislar madaniyat qirg'inchiligi deb ta'riflagan Uyg'ur o'quvchilarida Xitoycha ideologiya shakllantirish urinishini to'liq aks ettirgan. Sinf tomlaridagi o'qisangiz tuman jildliq dasturni tuman chaqirim safaringiz 10 kelar degan masnaviy qaramoqqa kitob o'qishning xosiyatini ta'kidlayotganda ko'rinsimi, o'quvchilarning qo'llaridagi Xitoycha ma'rifning klassik dasturlari bu joydagi kitob o'qishning Xitoycha an'anaviy ma'rifni umumlashtirish urinishi ekanligini ko'rsatib bergan. Uyg'urlar islom dinini qabul qilgandan buyangi 1000 yildan o'shiq vaqtda Uyg'ur xattotligi va Uyg'ur ma'rifi o'ziga xos ravishda gullab yashnagan hamda ko'plagan munavvar yodgorliklarni qoldirib ketgan edi. Halbuki o'tgan 20 yilda barg'ansira yuqori pallaga chiqqan qo'sh til ma'rifi nomidagi Uyg'ur tilini ma'rif sohasidan siqib chiqarish harakatida Uyg'ur til yoziqi, shu qatorda Uyg'ur xattotligi butunlay ko'zdan yutgan edi. Natijada Uyg'ur ma'rifimi butunlay halok bo'lgan edi. Bir necha kun burun echilgan Xinjiang ma'rif yig'indimi biror yarim tal Uyg'urcha xatning ishlatilmaganligi bu nuqtani texmi aniq aks ettirdi. Axios xabarlari to'rining 18 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Bayden hukumati yuqori fan texnika talab qiladigan o'zakni Xitoyga eksport qilish masalasida ta'minlashni to'xtatishni qaror qilgan. Bu xil o'zaklar eksportining to'xtatib qo'yilishi mohiyatda Xitoyni ko'plagan sohada palach qilib qo'ydiganligi uchun, buning Xitoy uchun yangi zarba bo'ladiganligi taxmin qilinmoqda. Xabarda aytilishicha, bu xil o'zaklar navbatdagi sun'iy aql sohasining jon tomiri bo'lib, Xitoy bu sohada oz degandimi, dunyodagi eng ilg'or texnikalardan 5 yil orqada ekan. Bayden hukumatining bu vaqtdagi qarori o'zakni Xitoyga setish qila emas, yana Sharqiy Janubiy Osiyo va Paris qo'ltiqi davlatlariga setishga qattiq cheklamalar qo'ygan. Chunki Xitoy yillardan buyon Amerika bozoridan setib ololmagan o'zaklarni mushu rayonlardan vositali holda setib olib kelgan. Bu yangi buyruqda Nevada o'zaklari muhim salmoqni eglaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi o'zaklar avtomobil, telefon va boshqa elektronlik uskunalar uchun markaziy mingi bo'ladiganligi uchun Xitoy yillardan buyon g'arbdan setib olgan o'zaklarni chamadonlarga qachlabla atkazchilik yo'li bilan to'shib kelgan. Tufts universitetining professori Chris Miller bu vaqtda to'xtalib, mushu ahvolning o'zi g'arbning izchil turda o'zak sohasidagi ustunlikni egallab kelganligining belgisi degan. Xabarda aytilishicha, navbatda eng ilg'or bo'lgan o'zaklar birdak Amerika tavasida loyihalanib, Tayvanda yasalib kelmoqda ekan. O'zak yasash qurollari asosan Amerika, Yaponiya va Gollandiyaga markazlashgan bo'lg'achqa, Xitoyning qisqa vaqt ichida bu texnikalarni tadqiq qilib chiqishi mumkin emas ekan. Hörmətli radio dinləyicilər, Amerikanın paytaxtı Washingtondan anlatıyotgan 1 saatlik Uyğurca anlatışımız davam qılıvatıdı. Əmdi vaqe və mülahizə səhifimiz boyunca anlatış berimiz. Bu səhifimizdə öz müxbirlərimiz və dünyanın hər qaysı joylarında turuşluq ixtiyari müxbirlərimiz tayyorlagan təfsili xəbər analizi, söhbət və məxsus proqramlar diqqətinizdə болады. Yaxşı dinləyirsizlər. Radiomuzga kelgan inkaslardan ma'lum bo'lishicha, Qashqar 6-o'rta maktabning pensiyaga chiqqan ximiya o'qituvchisi Ibrohim Davud 2019-yili 9-oyning 28-kuni kechida tutqun qilinib, 2019-yili 10-oyning 6-kuni uning o'lganligi oilasiga uqtirilgan. U ona til tashabbuschisi Abduvali Ayibning o'rta maktabdagi o'qituvchisi bo'lib, Abduvali Ayib bilan hamkorlashib Qashqarda Uyg'ur ona tili o'qitish uchun mablag' solganlardan biri ekan. Tövəndə muxbirimiz Mehribonning bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqətinizdə bo'ladi. Qashqar 6-o'rta maktabning pensiyaga chiqqan ximiya o'qituvchisi Ibrohim Davud Qashqar tavasida to'nilgan Uyg'ur ziyolilaridan biri bo'lib, uning 2019-yili 7-oyning 28-kuni tutqun qilinib, shu yili 10-oyning 6-kuni tutqun mezgilida o'lganligi haqidagi xabar yaqinda oshkorlandi. Ayni chaqda Ibrohim Davudning tutqun qilinishi va tutqun mezgilida o'lib ketganligidan xabardor bo'lgan, o'z ismini oshkorlashni xohlamaydigan biraylarning radio
kanalımızga aşkarlışça, merhum İbrahim Davud 2019 yılı kızının toyu buluş arpısıda, yani 7. ayının 28. günü keçide tutkun kılıngan. Bu günü del yeken ilişki vakasının 5 yıllık hatır günü bulup, keyin o sakçıladın İbrahim Davud'un Kaşgar tevasida cemiyetke xavip elip kelgüçüler tizimligideki kişiler qatarda tutkun kılınganlığını bilgen. 2019 7. ayının 28. keçide isketdi. Neyim oldu dep nerede isketkinden tutmayız. 28. islam ekir ketdi. Şundan ki biz dirkim kıldık 5-10 gün. Biz dirkim kıysak şu yeke vakas 5 yıllık depelik cemiyetin anlayımız sələlik. Cemiyette xavip ekildiğen mesela jukur xavip kişilerini bir tutup demiş hesapta şu vakanı hatırlayanda şimdi 5 yıl bu kaldı yani kimler tordan kaldı dep. Şu çağda şu tokunattım bir 5-6 dek arkadaşlarına çıkıp demiş onun aslı belki. İbrahim Davud cemiyet tasir küçü bek çoğadan dep ekir kitip bir 20 aydan yılım ölep ketdi dep haberini verdilik. Şunda kılıp şu ölep ketdi dep haber kıldıp barsam kömmüt bulaptı. Neyim oldu desem demeydi o. Özü kimya okutuktanlık bir 6. otur dep koyayım hem de nıhtılık puluk oturdu. O haber geldi deyip gitti. Neyim oldu desek hiç kim işim demeydi o. Özünün jürek kesin kuzulup bağlan dep özünün kesili var dediğindek imza gücetler imza koyup kabir sallakım çıkarıp koymadı. Onun bildirişçe sakçılar 3 aydan keyin, yani 10. ayının 6. günü merhum İbrahim Davud'un Xitayning işkiri ülkelerinde okuvatkan balaları ve başka uruk tuqqanlarına onun ölüm haberini yetkizgen ve ulardan İbrahim Davud'un yürek kesili qo'zg'alib ölgenligi haqidagi isbotga qo'l qo'yishni talab qilgan. Lekin İbrahim Davud'un jasadi balaları ve uruk tuqqanlarga ko'rsatilmay ko'mib etilgan bo'lib, bu ish ularning qattiq noroziligini qo'zg'agan ekan. Darak ki rast ölgünü verdim o beğenmedim. O rast koydu onu mu desem. Eğlen dediylikin emmeden alıp ağzı beş çanço. Tukkalın itkası yok. Emmiz kadırlar yığıp. Ma'lum bo'lishicha, İbrahim Davud Xitoy doiralari tarafidan 2000 yillardan boshlab yo'lga qo'yilgan qo'sh tillik ma'rif nomidagi Xitoycha ma'rifga qarshi norozilik bildirgan va maqola yozib Uyg'ur tili ma'rifini tashabbus qilganlardan biri ekan. U qo'sh tillik ma'rif yo'lga qo'yilgan bu yillarda Qashqarda Uyg'ur tilida o'qiyotgan to'liq o'tir maktab o'quvchilari uchun Xitoy tillik darslik materiallarini Uyg'ur tiliga tarjima qilib, o'quvchilarni Uyg'urcha darslik materiallar bilan ta'minlash. Qashqar 6 o'tir maktab yanida va bir qancha nahiyalarda Ma'rifat kitobxonasi nomida kitobxona ichib, Uyg'urcha dars kitoblarni setish, oliy maktab tayyorlik kurslari va til kurslari ichish qatorliq faoliyatlar bilan shug'ullangan. Qo'shtin ma'rifini yo'l qo'ygan vaqtda ne çıkıttım aşı yığınlarda oturup çıkıp bu koştum var diye hatta esli balı ana tuzla tepekür kumus olmaydı diyendek yapılan oturup yaptık. Şu an partiyanın sesete karşı çıkan diyendek alıp ne çıkıttım da suhbetlik tola mektepten çok. Çok kutumay materyal yazgısı. İbrahim Davud yana ana til tashabbuschisi Abduvali Ayıp'ның otur mektepteki o'qituvchisi bo'lib, keyingi chaqlarda o'quvchisi Abduvali Ayıp bilan hamkorlashib, Qashqarda Uyg'ur ana tili o'qitish uchun mablag' sag'an ekan. Abduvali Ayıp diyen efendim bilen birleşip anıtıl mektup açıkan, anadaki noktada diğer kitapxonası var Qashqarda. Uyghur tilidagi kitobxona. Ana til tashabbuschisi Abduvali Ayıp'ның bildirishicha, u Amerikadagi o'qishini tamomlab 2011-yili Qashqarga qaytib kelgandan keyin uning ilgirki o'qituvchisi İbrahim Davud uni o'zi qurgan Nurxon ma'rif tarbiyalash markazida ingliz tili va turk tili o'qituvchiligiga taklif qilgan hamda Abduvali Ayıp bilan hamkorlashib Qashqarda Uyg'ur ana tili yaslisini qurgan ekan. İkimiz birga ochgan maktabni men bu nimasiga mas'ulgan inglizcha ruscha ona til qismi mas'ulgan u odam oliy maktab takrori mas'ulgan yaxshi do'stim bek yaxshi odam u men borgan chog'da bu men asli Qashqarda bir hamkorlashib ish qilish tarafdori bo'lgandim. Shu Qashqardagi bu kurs ochganlarningki yoki maktab ochganlarning hech qaysini bilan hamkorlashdan qo'rqqan. 2011 Qashqarda butun maktablarga bir qur ko'rsatib chiqdim. Shaxsiy maktab ochadiganlar, kurs ochadiganlar, tarbiyalash markazi ochadiganlar bilan hech qaysi bilan hamkorlashishga jur'at qilmagan. Shu birdan-bir Ibrohim olib 5 minut paranglashdik. Paranglashib bilan, "Chatoq yo'q buni qilamiz uka. Men boshlaymiz. Mana mening maktabim, sizning maktabingiz o'xshash. Darsim boshlanganda bo'lsa" deb shu bir 10 minutlab shu qarorni qilgan. Ondan keyin ishkelanayt yaxshi hamkorlashdik. Abduvali Ayıp efendi o'zining o'tir maktabdagi ximiya o'qituvchisi İbrahim Davud'ның Qashqar Konishar nahiyasi 1-o'tir maktabi va Qashqar 6-o'tirda ishlagan mazgildagi ish izlarini eslab o'tdi. Bu İbrahim Davud Qashqar shaharlik do'stimiz bo'ldi. O'zi
Qashqa pedagogika institutininki ximiya fakultetini tugatgan. Ondan 9-1 o'rta maktabda nihoyat yaxshi ishlagan. Ayni vaqtda mening o'qituvchim ximiya darsida nihoyat yaxshi o'tadi. O'zi ximiya kursiklarini tashkillaydi. Ximiya kursi bo'ladi. Yana birisi haliqi bu odam 9-da nihoyat dağlıq o'tgan odam. Birisi 9-da shu o'qituvchining maoshini tutib olib, yo'l yasaymiz deb qilgan chog'da bu nayining hokimini ustidan az qilgan. Nayining hokimining davlat tosh yo'lini yasash huquqi yo'q, davlat tosh yo'lini davlat yasaydi. Nayi yasamaydi deb. Bu nayit meşhur gap bo'lgan 9'da. Yani davlat tosh yo'lini davlat yasaydi, nayi yasamaydi deb. Shu davlat tosh yo'li 300 necha davlat tosh yo'lini yasaymiz deb o'qituvchining maoshini tutib olib bir 6 oy maosh vermagan chiqgan. Bu nayit ig'ir bir ahvol bo'lgan 9'da. Shu İbrahim Davud o'zi o'qituvchilarni tashkillab, shu arz qilib, oxiri shu arzni oqtirgan, oxir maoshini olgan. Nayit ash vaqtda shu nimada g'alaba qilgandi. Nayining ash vaqtga hokim Parat degan odamni ish qilib shu o'qituvchining oldida kechirim so'ratqizgan tunji qatdan bir nayining hokimini. Ondan o'quvchilarni yaxshi sutdi, ximiya kursi ochadi, ondan to'pni nayit ustidi, voleybolchidi, bolalarni chiqib voleybol o'ynatdi. Darsidan har bir darsi nayit isl bir nutq deb odamniki. Dars nayit yaxshi so'zlaydi, yarg'ulizlik nima emas. Ximiya darsini emas, hayotlikni ximiya nuqtasidan tushundiradi. Ondan başqa fen umumlaştırış xarakterdeki leksiyalarını beredi. Ondan başqa balalarga irade, g'oya, kişilik, qimmat qarash degan tarbiyani yaxshi beradi. Ondan kitobxonasi bor, kitobxona ochadi. 6-o'rtaning yendilam kitobxonasining ismi Ma'rifat kitobxonasimi? Bu kishi nashriyatchi. Shu bu jihatdan bizning hamkorligimiz bor. Hurmatli radio anglovchilar, programmani Mehribon tayyorladi. Vaziyatdan xabardor kishi Bington aholilarining yoshurun quduq qazib, yerlikdan suv o'g'irlaganligi haqidagi inkosida bu qizilgan quduqlarning ko'rlida yer osti suvining tuvallab ketishi va to'g'raqlarning qurib ketishiga sabab bo'lganligini tilga olgan edi. Ko'rlidagi aloqador bir xodim bu oqibatni inkor qilmadi. Amerikada yashayotgan yer shari muhit sohasidagi izlanuvchi Fayzulla Zaydinmo ko'rlida to'g'raqlarning qurishi bilan ko'payib ketgan quduqlarning zich munosabati borligini, ammo sababining buning bilan cheklanmaydiganligini ta'kidladi. Tövəndə müxbirimiz Şöhrət Oşur'un bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqətinizdə bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, Ko'rilda yerosti suviga tayinlash 1990-yillarda kengaygan. 2010-yillardan keyin quduq qazishning texnik jihatdan osonlashishi bilan bu kengayish ekologik tamponlik ta'sir ko'rsatish darajasiga yetib borgan. Vaziyatdan xabardor kishining bu vaqtdagi inkosi deyilishicha, oshkor va yoshirin qazilgan quduqlar Ko'rilda yerosti suvining tez tuvallishi va to'g'raqlarning qurib ketishini keltirib chiqargan. Ko'rilda suv o'g'irlash delolarini tekshirishga qatnashgan bir soqchi xodimi yuqorida deyilgan oqibatlarning rostligini dalilladi. Bu sizlarning bu soqchilarning bu tekshirishinglar bu bexatarlik nuqtasidanmi yoki jamoat bexatarligi nuqtasidan, davlat bexatarligi yoki suv ishlari nuqtasidanmi? Bu suv ishlari shu ko'rilishlarning haddan ziyoda ig'ir suv yarasi boyligini ichish uchun kontrol qilish to'g'ri. Demak, ashundaq ahvol, ashundaq bir vaziyat bormi? Buni kontrol qilmas bo'lmaydigan bir ehtimollik nima, ehtiyoj nima? Nima uchun kontrol qilinyapti bu? Kontrol qilmasa, haddan ziyoda yarasi quduqni to'lib jiqib, yarasi boyligini haddan ziyoda qilib, yer ostini to'lab ketishini keltirib chiqib, har xil qurg'oqchilik rayonida bizning iyod o'rmonlarimiz o'lib ketibdi. To'g'raqlar o'lib ketibdi. Uning deyishicha, bu oqibatni eng boshda bayqagan yerlik aholilar bo'lib, ularning bu vaqtdagi qaqshashlari yerlik doiralarning diqqatini tortamagan. Bu hamda tuvandan tushgan bir inkos yoki xalq vakillarining talabi bo'yichami yoki yuqorina bir o'rlashtirishi buyruq bo'yicha bo'latamdi bu ishlar? Bu tuvanning inkosi bilan shu yerosti tuvallab ketdi, iyod o'rmonlar qurib chiqardi. Markazdagi kasbiy organlar har yillik tekshirishlarda bu ahvolni bayqagan va dokladlarga kirgizgan bo'lsa-mu, amaliy bir chora-tadbir qo'llanmagan. Bu yuqorining keyin bu ko'rilishlarning haddan ziyoda yarasi shu boyligini qizib chiqarganligi tekshiradi bular. Har Yapımrayn yerden kilip yaraslaylıp hangi mütevelladırdı su orne. Yani bu ko'rilishlarning haddan ziyoda töveleş hakikaten tez. Töveleş sebep bo'lgan narsa bu o'g'irlikcha ichilgan quduqlar bo'lamdiki yoki uningda boshqa sabablar bormi? Asosliq shu o'g'irlikcha ichilgan qonunsiz qilgan quduq shu ishlar. Yuqorining shu tekshirishlardan keyin o'ttirib qo'yilgan bir chora tadbir bormi hozirga qadar? Yo'q. Biz bu vaqtda Bayonqul oblastlik tabiiy boylik va muhit asrash idoralariga telefon qildik, ammo savollarimizga javob ololmadik. Biz bu temada
növbət Amerikada yaşayotgan yer shari muhit sohasidagi izlanguvchi Fayzullo Zaydin apandini ziyorat qildik. Biz kichik vaqtlarda yoki bo'lmasa shu keyingi 90 yillarda degan vaqtlarda quduq qazildi degan bilanmi Ko'rlida odatda 8 metrdan 10 metrgacha qo'lisli suv chiqadi nurg'un yerlardan. Shaxslar o'zi kichik bir diametri 4-5 sm keladigan turbulni qayqibla oilalar ishlatadigan quduqlarni ishlatadi, o'zi ishlagan suvni shunga hal qiladi. Hozir undaq qilish mumkin emas, u yerda undaq 10 metr 20 metr hatto 30 metr qolsa suv chiqmas suv ketibdi. Demak shunaqa cho'ng tipdagi quduqlarning ko'plab qizilishi, pompalarninki ko'p miqdordagi yer suyini tatib chiqarishi bilan nurg'un shu o'ltiroqchay rayonlardagi shunaqla shahar rayonlaridagi yer suyining shiddat bilan tuvallishi kelib chiqqan. Bundaq ahvol davomlashaversa albatta tabiiy muhitninki tabiiy ekologik tangponliqning vayron bo'lishi tezlashidi. Bu suvninki o'z-o'zini ta'minlash, o'z-o'zidan aylanib bir-birini to'liqlash holati mavjud bo'lmagandan keyin bu zo'r darajada ta'sir uchragandan keyin ekologik tangponliq qattiq buzilib hozirgi chang tuzanliq havoyi odatdagi bir ahvolga aylangandek bir xil ahvol bo'lib qoladi. U ilgari on yurtida ko'rganlari va navbatdagi ilmiy izlanishlarga asosan Ko'rilda haqiqatan ihota o'rmonlar va to'g'raqliqlarning qurib ketish ahvoli mavjudligini bayon qildi. Albatta bizning kichik vaqtimizda nurg'un oq teraklar bor, yo'lning bo'yida qatirsa oq terak ko'rardik. Bu teraklar hozir yo'q. Nurg'un yo'llar kengaytirildi. Uning ustiga yer suvi tuvallab ketgandan keyin bu teraklarning bo'yida hammalar bilgandek bir kichik eriqlar bo'ladigan. Doim suv eqib turish kerak, yetarli suv bo'lish kerak. Andan keyin bu o'rmonlarni o'sib yetilaydi. Egiz o'sib yetilib, shu etsizlardagi ziroatlarni qo'g'dash funksiyasini joriy qilib oladi. Hozir bunday ahvollar butunlay o'zgarib ketdi. Bu oqibatda yerosti suvi tuvallashning asosli sabab ekanligini ta'kidladi. Bizningki vatanimizda hamda shu to'g'roq bilan yer osti suvining munosabati intayin zich deyishga bo'ladi. Nima qilganda yer usti suvi yana daryolardan keladigan suvlar yetarli bo'lmag'achqa hozir to'g'roq o'sgan rayonlarga suv yetib borolmaydi. Ham to'g'roqlarmi shu yerosti suvidan asosli suvini oladi-da, o'zi kerakli bo'lgan suvni yerosti suvidan oladi. Shunga to'g'roqlarninki tadqiqotlar qaraganda yil tizimi 10 metrdan 20 metrgacha bu o'rtacha hisobda, hatto ba'zi tadqiqotlarda 25 metrdan oshadi deyildi. Bu nima bunchalik cho'nqur yildiz tatudi to'g'roqlar deganda shundoq qurg'oq rayonlarda yer usti yetarli bo'lmagan, faqat yilda bir ikki qitim kalkun keldi, kasi kelgan, bo'lmasa kalkun kelmaydigan shundoq bir muhitlarda, qumliq muhitlarda o'sish uchun tadrijiy holda yildiz sistemasi taraqqiy qilgan. Agarda yer osti suvi mana shu yildiz yetib bora oladigan 10-20 metr hatto 25 metr cho'nqurlikda tuvanga tushib ketgan vaqtida bu to'g'roqlar o'zi kerakli suvni hech qanday yerdan ololmaydi. Albatta yer osti suvi yo'q. Yer osti suvi mana tuvallab ketgandan keyin bu to'g'roqlar tabiiy holda qurishga boshlaydi. Fayzullo apandiyana yer osti suvi tuvallashda ko'plab qazilgan quduqlarning sabablaridan faqat birisi ekanligini eskartdi. Hamda hozir shaharlashishninki jiddiylashishi, zo'r miqdordagi nopusning bu yerga ko'chib kirishi, shunaqla etsizliklarninki ko'p miqdorda shu dehqonchilik etsizliklarda ko'p miqdorda echilishi, ya'ni aslidagi terishlik qilishga bo'lmaydigan yerlarning ko'p miqdorda echilib, bu yerga ko'p miqdorda suvning boshlanishi bilan yer osti suviga bo'lgan ehtiyoj shiddat bilan oshgan. Buning bilan aslidagi o'zi bilan ta'minlash xarakterdagi bu suv aylanishning normal holati butunlay buzilib, suvning ishlatilish miqdori, suvni yer osti suvining ishlatilish miqdori yer osti suvining to'liqlanish miqdoridan, to'liqlanish sur'atidan favqulodda eshib ketgachga yer osti suvi davomli tuvallash holati turg'atidan bag'anch tuvallab, hatto siz degandek 100 metrdan ortiq ko'lamasa suv chiqmaydigan bo'lib ketdi degan gap. Ko'nchi daryosining suvining tarqatilishi va oziyish qatorliq o'zgarishlarni tilga olgan Fayzullo apandimi Ko'ril rayonidami? Men kichik vaqtlarimda nurg'un to'g'roqlar bor demiş, Ko'nchi daryosining oyoq qaqamlarida demiş, Lopnur tarafdagi baqa vaqtida nurg'un to'g'roqlar bor de. Bu Ko'nchi daryosi shu to'g'roqlarni suv bilan ta'minlaydigan asosli suv manbasida. Hamda bu Ko'nchi daryosining suvi yetarli bo'lmag'achqa, hozir bosh aqamida butunlay kontrol qilinib bo'lg'achqa, tuvan aqamdagi bu to'g'roqlarga suv borolmaydi. Bu mas'uliyatsiz ishlab chiqarish va mashg'ulotlarda ko'rliq makonlashgan Pengtuan poliklarining asosli sababkor ekanligini ishorat qildi.
Bunday ahvollar bizningki vatanimizda nihoyatda ko'p, nurg'un tadqiqotlar buni isbotlab chiqqan, nurg'un shu tarim bo'ylaridagi, bu tarimning tovanki qiymatiga ko'rlar, bugun shu Bayonqulun tavasidagi to'g'riqlar suv yetmaganlikning asos sababi Aral deyimiz shu tarim daryosining yuqori iqimlaridagi birinchi diviziyaning nurg'un foliklarining suvni ortiq miqdorda ishlatilishi bilan tarim daryosining tuvan iqimiga suvning kammasligi sababidan nurg'un to'g'riqlarning qurib ketishi kelib chiqqandi. Hürmetli radio dinləyicilər, ictimai taratqulardakı bu to'g'riliq ba'zi inkaslarda Uyg'ur elida tabiiy ofat shaklida ko'rilayotgan bu ofatlarning amaliyotda sun'iy, ya'ni binotan paydo qilgan ofatlar ekanligi va buning navbatda Xitoy ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa zamin va vosita tayyorlab berayotganligi ilgari surilgan. Anlayotganingni Uyg'ur tilidagi erkin axborot munbiri Erkin Osiyo radiosi. Xitoy taratqulardan qaraganda Uyg'ur Avtonom Rayonluq partiyasining sekretari Ma Xingrui 16 dekabr kuni Urumchida ochilgan Xinjiangdagi ishga o'rinlashtirish va ijtimoiy kafolat xalqaro muhokama yig'inida alohida so'z qilgan. U so'zida Xitoy hukumatı Amerika va boshqa g'arb davlatlarini hech qanday asossizlar Xinjiangda majburiy emgak mavjud degan asossiz yolg'on yavodoqni o'ydirib chiqargan deb ayblagan. Undaqda Xitoy nima uchun atalmish Xinjiangdagi ishga o'rinlashtirish yig'iniga shuncha ko'p chet el xalqaro tashkilotlarni qatnashtirdi? Bu yig'inni etishning orqasiga nimalar yoshiringan? Tuanda muxbirimiz Shadiyaning bu vaqtda tayyorlagan programmasiga diqqat bergaysizlar. Yaqında Urumchida ochilgan Xinjiangda ishga o'rinlashish va ijtimoiy kafolat xalqaro muhokama yig'inida Uyg'ur majburiy emgaki inkor qilingan. Majburiy emgakning Amerikadagi Xitoyga qarshi kuchlar tarafidan o'ydirib chiqarilgan yolg'on uchur ekanligi ilgari surilgan. Shundaqla bu rayondagi yerli xalqlarning yashash va taraqqiyot huquqiga daxl taruz qilganlik deb ayblangan. Xitoy gazeti va Xinjiang gazeti to'rining bu vaqtdagi xabariga qaraganda Uyg'ur Avtonom Rayonluq partiyasining sekretari Ma Xingrui 15 dekabr kuni bu yig'inda so'z qilgan. U Amerika va boshqa g'arb davlatlarini ayblab, ular hech qanday asossizlar Xinjiangda majburiy emgak mavjud degandek asossiz safsatini o'ydirib chiqargan degan. U yana ishga o'rinlashish eng cho'ng kishilik huquq deganlarni ta'kidlagan. Növətdə Amerika icra qılıbatqan Uyğur məcburi əmgəginin aldın eliş qanunu boyunca cəzalaş tizimliki kirgizilgan Xitay şirkətlərinin sani 107 yetken bulub, aldın qayda Amerika Ana Vətən Xavfsizligi Ministerliyi 29 Xitay şirketini məzkur qanun boyunca cəzalagan idi. Mana muşundaq bir vəziyyətdə Xitay dairələrinin Ürümçidə xalqara muhakimə yığını çaqırıb, Uyğur məcburi əmgəgini inkar qilishi Xitay vəziyyətiga diqqət qilib kelayotgan mutaxassislarning jiddiy inkosini qo'zg'adi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tadqiqot ishxonasining direktori Henry Shejewski bu haqda jiddiy inkos qaytirib mundaq dedi. I think of course the Chinese government has shown, trying to sort of show the world that Xitoy hukumatı dunyoga Uyg'urlarga qaratgan qattiq siyosatning muvaffaqiyatli bo'lganligini ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Ammo biz Uyg'ur elki emgak kuchining zo'r bir qismining majbur emgak ekanligini nazardan sabit qilmasligimiz kerak. Uning ustiga Xitoy hozir iqtisodiyotdan nurg'un masalaga duch kelyapti. Shunga meningcha ularning Uyg'ur majbur emgakini inkor qilishligi sabab biri iqtisodiy masala. Undan boshqa bu xil qarshini dunyo miqyosida kengaytirishga planlashga urinishi. Muayyatda Xitoy Kompartiyasining rayon yurgizayotgan siyosatlar orqali muvaffaqiyatli holda Uyg'urlarni jamiyatning ishlab chiqarish a'zolariga aylanganligini namoyon qilishi deb qarayman. That Uyghurs have now been successfully reformed through these policies into these productive members of society. Xabarda deyilishicha, Uyg'ur Avtonom Rayonining raisi Erkin Tunyazmo bu yig'inda so'z qilib, xalqaradagi bir qism Xitoyga qarshi kuchlarning Uyg'ur rayonida majburiy emgak mavjud devatganligini, hatto uningga munosabatli qonunlarni o'tirg'i chiqarib, buningga chetishliq deb qaragan korxona va shirkatlarga nomuvofiq jazo yurgizganligini ayblagan. Chicago universitetining taktiblik professori, kishilik huquq advokati Tingbyo Apandamo bu haqda inkos qaytirib mundaq dedi. 维吾尔强迫劳动的事情已经有特别多的证据在 Uyg'ur majburiy emgakka oid nurg'unlagan faktlar mavjud bo'lib, bu xalqaradimo xili diqqat qo'zg'ayotgan masalalarning biridir. Shunga
Amerikaga o'xshash ba'zi davlatlar Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish haqida qonun chiqardi. Albatta, bu xildagi qonun nizomlar bo'yicha bir qism Xitoy amaldorlari va Xitoy shirkatlari, jumladan ba'zi davlatlardagi bir qism shirkatlar jazoga uchirdi. Shuningdek, xalqaro jamiyatning kishilik huquq jihatda qattiq ayblashiga duchor bo'ldi. Bu sababli iqtisod va savdo nuqtasida aytganda Xitoy hozir g'oyat zo'r besimga duch kelmoqda. Shunlashqa Xitoy Kompartiyasi mushundoq bir xalqaroliq yig'in chaqirib, bir tarafdan majburiy emgak ideyasini rad qilishga urinsa, yana bir tarafdan Xitoy Kompartiyasining qarashlarini xalqaro jamiyatga yuklamoqchi bo'lyotidi deb qarayman. 强迫劳动的说法，然后想要把中共的一些这个版本强加给国际社会。 Xabarda ko'rsatilishicha, 16 dekabr kuni ichilgan bu yig'inga Xitoydagi aloqador ministerliklar, 44 davlat rayon va bir qism xalqaro tashkilotlardan kelgan 200 dan ortiq kishi qatnashgan. Yig'inda yana majburiy emgak mavjudmi? Bu sababdan jazolangan shirkatlarga nima bo'ldi degan masalalarga qarata yig'in ishtirokchilariga Quyosh ostidagi emgak nomli film ko'rsatilgan. Henry Shejuski bu haqda mundaq dedi: I would challenge the legitimacy and probably the ability to judge. Men ularning bu e'tiqodlarining qanchalik qonunliq va bu kishilarning qanchalik darajadagi hukm qilish iqtidori, shundaqla ularning majbur emgak masalasi bo'lgan tushunchasidan gumonlanaman. Chunki misol sifatida elib aytsak, ularning Uyg'ur majbur emgak bilan jazolangan bu shirkatlarning qilmishlariga aralashmaydiganligini qanday bilamiz? Ular bu jihatda nihoyat atrofli va mustaqil iqtisod taftish elib bordimi? Men buningdan gumonlanaman. Shunga meningcha ular Xitoyning hikoyasini taqatmoqchi bo'lgan kishilar deb o'ylayman. So I think that, these are the kinds of people that you want to amplify your narrative elsewhere. Tongbiaoning bildirishicha, Xitoy Kompartiyasi o'zi uchirgan tanqid va ayblashlarga qarata bir yurish tashqi tashviqot usullari hamda bir qism atalmish mutaxassislarni o'z uchun so'z qildirish maqsadida qo'llanib kelgan. U mundaq deydi: 一贯的大外宣的手法，就是他要用谎言，用掩盖。 Xitoy Kompartiyasining tashqi dunyoga qarata izchil qo'llanayotgan tashviq qilish usuli yolg'on so'zlash hamda haqiqatni yepish orqali o'zining qimmat qarashini xalqaro jamiyatga ko'rsatish va o'zining obrazini yaxshilashdir. Ma'lum bo'lgandek, hozirgacha bu xil rasmiy tashkillangan ziyoratlar nihoyat ko'p bo'lib, hammasi Xitoy tomonidan o'rinlashtirilgan. Shunga mushuninga o'xshash keng ko'lamli xalqaro muhokama yig'inlariga nisbatan u taklif qilgan kishilar xalqaro jamiyatda Xitoyning manfaati uchun gap qilganlardir. Chunki Xitoy Kompartiyasi buning uchun nurg'un pul va kuch sarf qildi. Demakki, nurg'un atalmish mutaxassislar, olimlar yoki axborot vositalari Xitoy Kompartiyasi uchun irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakni rad qilishga yordam qilyapti. 专家学者或者是媒体人在这些方面就帮中共说话，来抵赖种族灭绝，抵赖强迫劳动。 Bu tema bo'yicha suhbatimizga daxil bo'lgan mutaxassislarning hammasi birdek Xitoyning diplomatik kanallardan boshqa yana har xil tashqi tashviqot va muhokama yig'inlari orqali Uyg'ur majburiy emgigini inkor qilishga urinayotganligini ta'kidlab o'tdi. Programmani Shadiya tayyorladi. Diqqat berganinglarga rahmat. Germaniya to'lqinlari radiosi yaqinda Xitoy shirkati qanday qilib milliard yevroluk karbon inovat chekini qo'yib o'tadi nomli xabar e'lon qilgan. Xabarda aytilishicha, 2019 yildan 2022 yilgacha jami 66 Xitoy shirkati karbon inovat chekiga erishgan bo'lib, aniqlangan ma'lumotlarga qaraganda buning ichidagi oz deganda 16 shirkat har xil yo'llar bilan Germaniyaning 1 milliard yevrodan ortiq pulini qo'yib o'tgan. Tuanda Germaniyada turishliq ixtiyoriy muxbirimiz Akram bu haqda tafsiliy ma'lumot berdi. Germaniyadagi ekologik muhitni qo'g'dovchilarning barg'ansiri kuchlanib ketishi hamda Germaniyaning pokiz energiya ishlatish va muhitni qo'g'dash jihatda dunyodagi ulgulik davlatga aylanish g'oyasi Federatsiya muhit qo'g'dash idorasini zo'r miqdordagi mablag' bilan ta'minlashga turtki bo'lgan omillardan biri ekan. Bu idora yillardan buyon karbon oksidinin havoga qo'yib berilishining oldini olish uchun turli chora-tadbirlarga murojaat qilib kelgan. Bu chora-tadbirlarning biri dunyoning har qaysi ellardagi neft va tabiiy gaz ishlab chiqaruvchilarni qisqacha karbon inovat cheki deb atalgan mablag' bilan ta'minlash bo'lgan. Halbuki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini bir chetga qayirib qo'yib, Xitoylar bilan yeshil energiya hamkorligini qanot yoydirish tushini ko'rayotgan Germaniya bu sohada
Xitaylarning aldam xaltasiga tushib ketadiganligini o'ylab bakmagan. Yer sharining yil siri isib ketishining oldini olish, ekologik muhitning bulg'anishini azaytish uchun sarf qilinadigan karbon inovat cheki nomli bu xayriyat mablag'i 2019 yildan boshlabla Xitoylarning ko'zini qizartgan. Xitoy shirkatlari bu mablag'ga orqa-orqadan iltimos qilishib, har xil yo'llar bilan Germaniyaning 1 milliard yevrodan ortiq pulini qo'yib etgan. 2023 yili buning siri dastlabki qadamda oshkorlanishga boshlaganda Germaniyada g'oyat zo'r g'ulg'ula qo'zg'algan edi. Germaniyadagi vaziyat analizchisi G'ayur Qurban apandining qarashicha, bu voqea yolg'iz Germaniyala emas, butun dunyo ibrat ilishga tegishli bir voqea bo'lib, Yevropa davlatlari Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda go'daklik qilishdan tezroq voz kechishi lozim ekan. Menimcha bu faqat Germaniya uchun emas, balki kommunist Xitoy hokimiyati va uning bilan zich hamkorlashayotgan Xitoy shirkatlarininki haqiqiy abtibashini faqat cho'nqur to'nib yetolmagan. To'limi go'dak g'arb davlatlari uchun favqulodda ochiq bir timliq ibratlik saboq. Bu satchilik butun Germaniya jamiyatiga bir jihatdan Xitoy hokimiyatiniki va uning homiyligidagi Xitoy shirkatlarininki qaysi darajada quvvat ilgari ekanligi, vosita tanlanmaydiganligi, xalqaroliq o'lcham qoidalarini qancha darajada buzdiganligini ro'shan ko'rsatib berdi. Yana bir jihatdan bo'lsa, Sharq Turkistonniki navbatda qattiq cho'kishga yuzlanayotgan Xitoy hokimiyati uchun iqtisodiy jihatdan qanchalik zo'r darajada muhim bo'layotganligini aks ettirib berdi. Bu satchilikka aloqador mutlaq ko'p qism Xitoy korxonalari Sharq Turkistonga oidkan va shu yerda ish yuritayotgan Xitoy shirkatlari ekan. Germaniya to'lqinlar radiosi yaqinda e'lon qilgan bir Xitoy shirkati qanday qilib milliardlagan yevroluk karbon inovat chekini qo'yib etadi nomli xabarda bayon qilishicha, 2019 yildan 2022 yilgacha jami 66 Xitoy shirkati karbon inovat chekiga erishgan bo'lib, hozir buning ichida az deganda 16 shirkat qo'ymichi shirkat bo'lib chiqqan. Bu qo'ymichilar iltimos sunganda Uyg'ur diyoridagi neftlik va tabiiy gaz o'rinlarini manba qilib ko'rsatib, agar mablag' bo'lmasa, neft va gaz qazish jarayonida chiqqan karbon 4 oksidini yo kuydirib etamiz yoki havoga qo'yib beramiz degan. Karbon 4 oksidini havoga qo'yib bersimi, kuydirib bersimi, o'xshashla ekologik muhitning bulg'anishini va havoning isib ketishini keltirib chiqaradigan bo'lg'achqa, ularning iltimosi oson tasdiqlangan. Afsuski, Federatsiya muhit qo'g'dash idorasi Uyg'ur diyorida irqiy qirg'inchiliklar avijiga chiqayotgan bir mezgilda hech tekshirib ko'rmayla Uyg'ur elini yemchiq qilayotgan bu Xitoylarning yeli nayranglariga shundoq oson aldanib ketgan. Germaniyadagi vaziyat analizchisi Anvar Ahmadning bildirishicha, mazkur voqea Germaniyada haqiqatan kuchli salbiy ta'sir paydo qilgan. Yaqında e'lon qilgan Germaniyaning muhit qo'g'dash idorasining irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan rayonda Xitoy shirkatlarini tekshirish elib bormayla 1 milliard yevro mablag' solganligi va buningda nihoyat bir cho'ng shaklda aldanganligininki e'lon qilinishi bilan Germaniya jamiyatida buning qarta nihoyat kuchli salbiy ta'sir paydo qildi. Bu faqat xato mablag' solinganligi va yoki oshkorlangan faktninki bir tomchisidan iborat. Nurg'un shirkatlar Xitoy shirkatlari bilan hamkorlashishni davomlashtiryapti. Xabarda izohlashicha, Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan karbon inovat chekiga munosabatli ishlardan shubhalangan Germaniya to'lqinlar radiosi bilan CDF televiziya kanali iz qo'g'lab tekshirish olib borgan. Natijada Federatsiya muhit qo'g'dash idorasining bu atalmish Xitoy shirkatlari ustidan bevosita tekshirish olib bormay, bu xizmatni Germaniyadagi Veribio nomli bio yiqilg'i ishlab chiqaradigan bir shirkatga havola qilganligi. Bu shirkatmi o'zi bevosita tekshirish olib bormay, uni ba'zi shaxsiy taftishlarga havola qilganligi ma'lum bo'lgan. Germaniya to'lqinlar radiosi bilan CDF televiziya kanalining hozirgacha bo'lgan tekshirish natijasiga asoslanganda karbon inovat chekiga iltimos qilgan atalmish Xitoy shirkatlarining hammasi markaziy Xitoy poytaxti Beijingda bo'lgan karbon nomli ushur mulozimat shirkatiga chetilgan. Bu shirkatni ilgari Xitoyning davlatlik taraqqiyot va islohot komitetida xizmat qilgan, Xitoyning iqtisodiy siyosatlarini belgilashga qatnashgan hamda ba'zi davlat egligidagi korxonalarga yetakchilik qilgan bir sobiq Xitoy amaldori qurib chiqqan ekan.
Xayır Qurban әпәндінің тәкитлешчә, Федерация Muhit Qo'llash idorasining 1 milliard yevrodan ortiq pulga qo'yilib ketishi Xitoylarning foyda manfaati uchun xalqaro nizomlarga parvo qilmaydigan niyatlarini xalqaro jamiyatga yana bir qitim oshkorlab bergan. Әмімізге мәлім Қытай хакимияты вәтінімізде ирқи қырғыншылық ilib birishlan bir vaqtda yo'lga qo'ygan qattiq taqibqi siyosati natijada bu rayonda mustaqil tekshirish ilib birish mumkin bo'lmaydigan bir bo'shliq shakllangan. Xitoy shirkatlari mana shu bo'shliqdan foydalanib boshqa davlatlarga favqulodda zo'r miqdorda iqtisodiy ziyon savatidi. Men shaxsan bu satchilikniki Germaniya jamiyatiga Xitoy hokimiyati va uning homiyligidagi Xitoy shirkatlarininki qat'iy vasıtalmaydigan siyosiy va iqtisodiy axloq qilibidan to'liq chiqib ketgan mayitni aniq ko'rsatib deb o'ylayman va shundaqla yangi Germaniya hukumatiniki buning o'xshaydigan masalalarda hamda rasmiy qattiq qo'l siyosat o'tkazadiganligiga ishonaman. Xabarda ilgari surilishicha, yolg'iz hozircha fosh bo'lgan 16 shirkatlar emas, balki boshqa Xitoy shirkatlarining soxta bo'lib chiqishi va ularning Federatsiya Muhit Qo'llash idorasini qo'yib etgan pulining miqdorining texmi ko'p bo'lishi mumkin ekan. Ammo Xitoylarning bu qo'ymichilikni o'zlarining yolg'iz amalga oshira olishi aqlga sig'maydi ekan. Bu yerda cho'qim karbon inovat chekiga erishishning yo'lini yaxshi biladigan germanlar yordam qilgan bo'lishi mumkin ekan. Federatsiya taftish mahkamasi navbatda Xitoyning karbon shirkati bilan aloqasi bo'lgan ba'zi german shirkatlari va shaxslar ustidan tekshirish olib berayotgan bo'lib, bu ishga chetilib qolg'uvchilarning istiqboli xatarlik bo'ladi ekan. Xitoyning karbon nomli uchur mulozimat shirkati Germaniya to'lqinlar radiosi bilan CDF televiziya kanalining bu xususdagi savollariga hozirgacha javob bermagan. Tekshirilayotgan ba'zi Germaniya shirkatlari va shaxslarmi Federatsiya taftish mahkamasi xulosa chiqarganga qadar bu haqdagi uchurlarni matbuot bilan o'rtoqlashmaydiganligini bildirishgan. Biroq Federatsiya Muhit Qo'llash idorasi o'tgan yilda Xitoylarning karbon inovat chekiga erishish iltimoslarini to'xtatgan bo'lib, bu yil yana 46 iltimos shubhalik deb qarilib tasdiqlanmagan. Bir Xitoy shirkati qanday qilib milliardlagan yevroluk karbon inovat chekini qo'yib ta'laydi nomli tafsiliy xabarning avtorlaridan biri Germaniyalik Xitoyshunos va jurnalist Matthias Böhlinger apandi bo'lib, u jazo lagerlari to'g'risidagi xabarlar tarqalgan 2017-yili Uyg'ur eliga ziyoratga borganda Xitoy soqchilarining xo'rlashlariga, dashnomlarga ko'p uchirgan bir shaxs edi. U bu vaqtdagi sin ko'rinishlarini ijtimoiy taratqularda tarqatib, Xitoy mustabid hokimiyatining o'ziga qilgan nachar muomalasi hamda Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlari ustidan shikoyatlar qilgan. U 2023-yili Yuqori texnikalik Gulag Xitoyning Uyg'urlarga qarshi jinoyatlari nomli kitobni e'lon qilib, zo'r ta'sir qo'zg'agan. Germaniyadan Akram anglatdi. O 7 dekabr günü Türkiye'nin Bursa şəhərindəki Texnik Universiteti mərhum Eysa Yusuf Aliptekinning vafatının 29 yıllık münasibəti bilan zulmğa uçrayotgan ata yurtimiz Şərqi Türkistan temasida yığın ötküzgən. Yığında mərhum Eysa Yusuf Aliptekinning Şərqi Türkistan milliy mustaqillik görüşüdəki roli və Uyğurlarning növbətdəki ahvali muhakimə qılınğan. Tövəndə Türkiyədə turuşluq ixtiyari müxbirimiz Erkin Tarım bu haqda təfsili məlumat berdi. 17 dekabr Türkiye'nin Bursa şəhərindəki Texnika Universitetinin sahibxanlığında mərhum İsa Yusuf Abdikin vafatının 29 yıllığı münasibəti bilan Şərqi Türkistan davasındakı simbol isim İsa Yusuf Abdikinning vafatını xatırlash günüdə dəfsəndiçilik, eksploatasiya, assimilasiyaga uchrayotgan ata yurtimiz Şərqi Türkistan temasida doklad berish yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Bursa Texnika Universitetining müdiri Profesör Doktor Naci Çağlar, muavin müdiri Barış Tamer Tonguç Efendi, o'qituvchi va o'quvchilardan bo'lib, ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'inga Bursa shahridagi Uludağ Universiteti professori Erdem Özdemir riyosatchilik qildi. U marhum İsa Yusuf Abdikin to'g'risida to'xtalib, İsa Yusuf Abdikinning Sharq Turkiston milliy mustaqillik ko'rishidagi rolining intayin zo'r ekanligini ta'kidladi. U mundaq dedi:
Doğu Türkistan davasının sembol ismi İsa Yusuf Alptekin Bey'e özgürlüğünde anmak ve bu vesileyle de Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık kırılığında hem dil hem soy hem hukuk kardeşlerimize uğradıkları baskıları, zulümleri ve geçen süreci konuşmak için buradayız. Hürmetlik Üniversitet Müdürü, o'qituvchi ve o'quvchilar. Sharqiy Türkistan davasının simbol ismi İsa Yusuf Alptekinni xotirlash ve bu orqali Sharqiy Türkistan'da texichi davomlashayotgan insoniyat tragediyasini Xitoyning Sharqiy Türkistan'daki qarindoshlarımizga qarata elib berayotgan ig'ir besim siyosatini o'ttirg'a qo'yish uchun bu yerga jam bo'ldik. Bu yig'inni uyushtirgan maktab rahbarlariga rahmat aytaman. Merhum İsa Yusuf Alptekin 1995 yılı 17. dekabrda Türkiye'de alemden öttü. O bütün ömrünü vatani ve milletiga atagan ulug' kurashchi. O chet elde başlatgan milli mustaqillik kuruşi bugün yuqori pallaga chiqdi. Bugungi yig'inimizda merhum liderimiz İsa Yusuf Alptekinning hayotini yana bir qatim eslab o'tamiz. Yığında İzmir'deki Ege Üniversitesi Profesörü Doktor Alimcan İnayet Efendi, İsa Yusuf Alptekin'in hayatı ve küreşleri temasida dokulat verdi. O dokulatida İsa Yusuf Alptekin'in vatan içi ve sırtıdaki faaliyetleri doğrusunda tepsili malumat verdi. Merhumunun 95 yıllık ömrünün vatan millet davası bilen ötkenligini dünyada Bulupmu Türkiye'de Şarkı Türkistan davasının simbol ismiga aylanganligini ta'kidladi. U dokulatının mazmunini biz bilan ortaklaştı. Ben leksiyemde merhum liderimiz İsa Yusuf Alptekin'in mücadele hayatını bayan kılışka tiriştim. Ma'lum bolganda Türkiye'de İsa Yusuf Alptekin'in ismi Şarkı Türkistan ve Şarkı Türkistan davası bilen özleşip ketken bir isim. Yani Türkiye'de İsa Yusuf Alptekin ismi tilga iliniganda kishilarning aqliga darhol Sharq Turkiston va Sharq Turkiston davosi keladi. Sharq Turkiston tilga ilinigandimi kishilar darhol İsa Yusuf Alptekinni xotirlaydi. Bu hamma odamga nasib bo'lmaydigan cho'ng bir sharaf. İsa Yusuf Alptekinning mundaq bir sharafga erishishi oson bo'lmagan. Buning orqasida kurash bilan, mücadele bilan o'tgan bir umr bor. Nihoyatda cho'ng fidokorliklar bor. Bu Türkiye'de İsa Yusuf Alptekin milletçi, Türkçi şahsiyette bilenmi hürmetlengen ve söyleyen bir şahs. Alimcan İnayet 2 saat davamlaşkan yığında berilgen dokulatni Bursa Texnika Üniversitesi Müdürü Profesör Doktor Naci Çağlar Efendi'nin baştan ahıra anlaganlığını ve faaliyetini mezgur üniversitet rehberlerinin alayda uyuşturganlığını ilgiri sürdü. Tahminen 2 saat davamlaşkan yığında Bursa Texnika Üniversitesi Müdürü Profesör Doktor Naci Çağlar muavin müdürler leksiyemizini baştan ahırıca estayidil anladı. Üniversitet müdürünün mundak bir yığını bivasta orunlaştırışı Türkiye'de Şarkı Türkistan meselesinin kaytıdın gün tertipke kelivatkanlıkıdan derek berdi. Bunundan burun bu xil faaliyetler her xil ictimai cemiyetler, üniversitetlerinin okuğucu cemiyetleri, fakültet ve tetkikat merkezleri tarafından uyuşturulattı. Yukarı derecelik hükümet organları, üniversitet müdüriyetleri hükümetten ruhsat yoki bisharat almay turib mundak faaliyetlerini elip baralmaydı. Bursa Texnik Üniversitesi müdürünün bu yığınını orunlaştırıp bevosita qatnashishi Türkiye'de Şarkı Türkistan meselesinde bir özgürüşünün bolvatkanlığının bir şapisi deb qarash mumkin. Yığınga iştirak qilgan Yörük Türkleri Birliği Baş Katibi Cemal Akkuş Efendi təsiratını anlatıp mındak dedi. Her Türk gencinin muhakkak bu tip fikri mücadelelerde kendine örnek alması gereken, tanıması gereken şahsiyetlerden birisi. İsa Yusuf Alptekin'in iş izlerini barlıq Türk yaşları öğreniş gerek. Ben 1990 yıllarının başlarında onun dokulatını anlayan idim. O dünyada ve Türk dünyasında Şarkı Türkistan davasının simbolü aylangan idi. Ben Ali Mektepte okuvatkan vaktimde onun Asaretteki Şarkı Türkistan namlıq kitabını ve makallarını okugan idim. O zamandan başlap Şarkı Türkistan meselesiga köngül bölüp kelivatı ben.
Men Şarkı Türkistan meselesini qo'llash va Türkiye jamoatchiligi orasida bu masalaga jiddiy qaraydigan bir jamoat fikri paydo qilish uchun Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida hujjatlik film ishladim, doklad berdim, maqolalar yozyapman. Biz Muhammad Emin Bo'ra, İsa Yusuf Abdikillarning ish izlarini yoshlarga o'gitishimiz kerak. Yig'inda Angliyadan kelib bu murosimga qatnashgan san'atkor va faoliyatchi Rahima Mahmud xonim, muzikant va muzika ilmi professori Erdem Özdemir apandining dutar chelishi bilan bir qancha parcha Uyg'ur naqshisi o'rinlab, yig'in qatnashuvchilarining olqishiga erishdi. Mənbələrə asaslanganda mərhum İsa Yusuf Abdikin 1991 yılı Qashqarning Yenisar nayisida dunyoga kelgan. U o'zining so'zi bo'yicha 1949 yılı vatan uchun vatandan ayrilgan. U 1954 yılı Türkiye kelib o'ltiraqlashgandan tartib nurg'un davlatlarni aylanib yurib, Sharqiy Turkiston masalasini anglatgan. Şunun bilan birlikte o, muhaciratdaki Şarkı Türkistan körüşüge asas salgan ve töp koşkan yolbaşçılardan biri dep qaralıdı. Merhum 1995 yılı 17. dekabr günü 94 yaşında İstanbul'da kesellik sebebinden vafat bolgan idi. Onun kabrisi İstanbul Topkapı kabristonligida bulup, Uygurlar her yılı onun makbarisini ziyaret kılıp, kabri beşide Kur'an tilavet kılışıdı. Bu programını Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan Erkin Tarım tayarladı. 18 dekabr günü Shveysariyaning Zug shtatlik o'tir maktabida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish faoliyati olib berilgan. Faoliyatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi aks ettirilgan hujjatlik film qo'yilgan bo'lib, Shveysariyalik yoshlarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning assimilyatsiya siyosatlari tanishtirilgan. Tövəndə Shveysariyada turishliq ixtiyoriy muxbirimiz Habibullah Izchi bu vaqtda tafsiliy ma'lumot berdi. 18 oktyabr Shveysariyaning Zug shtatlik o'tir maktabida Dunyo Uyg'ur qurultiyi Səhiyyə komiteti va Shveysariya Uyg'ur jamiyati tarafidan yuqori yillik sinfning o'quvchilariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish olib berilgan. Faoliyatda Shveysariya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Andili Qaraxon maxsus tayyorlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi aks ettirilgan hujjatlik film orqali tonishtirish olib berib, 3 sinfning o'quvchisiga leksiya bergan. Bu mazkur maktabning bu vaqtda o'rinlashtirgan 4-chi qatimliq faoliyati bo'lib, Shveysariya Uyg'ur jamiyati yillardan beri Shveysariyaning universitet, texnikum va har xil o'tir maktablarda bu xil faoliyatlarni tashkillab, shveysariyalik yoshlarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning assimilyatsiya siyosatlarini tanishtirib kelmoqda. Bu munosabat bilan o'quvchilarga leksiya so'zligichi Andili Qaraxon apandini ziyorat qildik. Bu vaqtdagi tafsilotlarni radio anglag'uchilar bilan ortaqlaştı. Leksiyaga 3 sinfning o'quvchilari o'rtaq qatnashgan bo'lib, leksiya 1,5 soat davom qildi. Bu jarayonda Sharq Turkistonning shunday Uyg'urlarning umum tarixi, tarixda qurilgan davlatlarimiz, yaratgan urf-odat, madaniyatlarimiz, diniy e'tiqodlarimiz tafsiliy tanishtirildi. Leksiyada nuqtali holda 75 yillik Xitoy ishg'olida Uyg'urlarning tarixda ko'rilmagan azob-uqubatlarni chekayotganligi, ya'ni Xitoy hukumatining Uyg'urlarni butunlay assimilyatsiya qilish, yo'qotish siyosati olib berayotganligi nuqtali tanishtirildi. Hamda Xitoylarning Uyg'urlarni xuddi bayashat, yaxshi yashayotganda ko'rsatish uchun o'zining eng yaxshi qila oladigan ilm, mikr nayronlarini ishga solib, Xitoylarni Uyg'urcha kiyindirib, ko'chko'tanlarda ularni usul o'ynatqizib, soz chaqizib, chet elliklar tashqi dunyoga Uyg'urlarni xushal quram yashayotgan bir manzarni yaratishga tirishayotganlik, ammo bir tarafdan tutqun qilingan, sababsiz tutqun qilingan Uyg'urlarni majburiy emgaklarga selayotganligi to'g'risida to'xtalib o'tdik. Shveysariya maktablarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish Shveysariya Uyg'ur jamiyatining eng muhim faoliyatlaridan biri bo'lib, Andili Qaraxon bu vaqtda so'z bo'lganda, yoshlar kelajakda davlatning siyosatlariga, diplomatiya munosabatlariga ta'sir ko'rsatadigan muhim omil. Ular cho'ng bo'lganda davlatning har qaysi apparatlarida siyosatchi, diplomat, muxbir bo'ladi va har xil xizmatlarni ishlaydi. Biz hozirdan boshlab ularga tashviqot olib borsak va mablag' solsak, kelgusida buning unumini cho'qim ko'ramiz deydi. Bu xildagi leksiya so'zlash faoliyati jamiyatimizning faoliyatining muhim bir planlaridan biri bo'lib, qanday faoliyat jarayonida, bu leksiya jarayonida o'quvchilar nihoyatda diqqat qilib anglaydi. Bu sinflar
ya'ni gimnazium deydi, to'liq o'tirning oxirgi sinflari bo'lib, bular asosan kasblarini tanlab bo'lgan universitetlarga mağdığan o'quvchilar. Masalan, bugun so'zlashganimda siyosat o'qiydigan, iqtisod o'qiydigan, geografiya darslarini o'qiydiganlar o'zlarini tizimtib tayyorlagan o'quvchilar ekan. Bular bu temalarga nihoyat qiziqadi va ko'p istajliklarni qiladi. Bu istajliklarni va qiziqqanligini so'ragan savollardan ko'ramiz. Albatta bu o'quvchilar Shveysariyadagi erkin demokratik bir davlatda tug'ilib yetishayotgan bo'lg'achqa bizdagi ahvolni tushundirganda, ya'ni rasmlik, videolik ko'rinishlar bilan tushundirganda ko'pinchisi ko'zlariga yosh oladi. Çünkü bundaq bir qabahatlik bir hayatning, ya'ni yoshlarning, çünkü tutqun qilingan yoshlarning rasmlarini ko'rsatdik. Bundaq bir 17-18 yoshlik bolalarning, gunohsiz bir bolalarning tutilishi va hayotidan mahrum bo'lishi, erkinlikdan mahrum bo'lishi. Bu bolalar, miyadagi bolalar buni qabul qilolmaydi. Çünkü erkinlik uchun bo'lgan bolalar. Uning uchun nihoyat g'azablanadi Xitoy hukumatiga qarshi. Bundan keyingi yillarda bu xil faoliyatlarni davomli qilib borganligimizni maktabning o'qituvchilar bilan so'zlashib, planlashib, davomli ilib berildi. Ya'ni bu oldimizgi yillarda yana bir necha maktabda bu faoliyatlarni ilib boramiz, chunki bu bek muhim. Ya'ni o'quvchilarga hozir yetishayotgan, kelajakning yillar bo'lgan bu yoshlarga Uyg'urlarning Sharq Turkistonning masalasini hozirdan boshlab bildirish, uqtirish va ularning tushunchisini hosil qilish nihoyat muhim bir faoliyat deb qaraymiz. Shveysariya maktablarida ilib berilgan bu xil faoliyatlarning natijasida Uyg'ur masalasi qiziqadigan o'quvchilar ko'paygan bo'lib, yaqinqi 2 yil ichida 10-chi oliy maktab o'quvchisining o'qish bitirish dissertatsiyasi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Sharqiy Turkiston va Xitoyning chet ellardagi bostirishlari haqida yozilgan. Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvana Ilham bu vaqtda o'zining qarashlarini radio anglovchilar bilan o'rtoqlashib, Shveysariyada faoliyat olib berishda yoshlarning rolining muhimligini ta'kidladi. Shveysariya maktablarida Uyg'ur masalasi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunishtirish bek muhim. Chunki Shveysariya Yevropadagi Xitoy bilan erkin savdo kelishmasini imzolagan birdan-bir davlat. Shu sababdan biz har yili masalan imzo to'plash kampaniyasi qilamiz va bu imzo to'plash shunday yoshlarning orasida taqalsa, texmo tezroq yig'alaymiz imzo to'plandi. Ham yoshlar texnika bekroq tez erishilgan bo'lg'achqa biz shuningga asosan universitetlarga, gimnazium va to'liq o'tir maktablarda shunday qil faoliyatlarni o'rinlashtirib o'tkazib kelyapmiz. Shu tirishqanliklarimizning natijasida Shveysariyaning har xil oliy maktablaridan o'qiyotgan 10 ga yaqin o'quvchilar maktab bitirish dissertatsiyasini Uyg'ur masalasini tanladi. Bizning Shveysariya Uyg'ur jamiyati bilan birlashtirib hamkorlashib maqolasini yozdi. Bu haqda Andali Qaraxonning bildirishicha yana har qatim mushundoq leksiyalar so'zlanganda bolalarning ko'pi dunyoda bundoq bir ishning borligini anglab hayron qoldi ekan va buni to'xtatish uchun biz sizlarga nima qilib beralaymiz degan savolni eng ko'p so'raydi ekan. Faoliyat oxirida ilib berilgan suhbatda o'quvchilar birdek holda Uyg'urlarning ahvoliga ko'ngil bildirganligi, bundan keyin ko'p istajliklarni qilganligini va Uyg'urlarning o'z erkinligini, ozodligini qo'lga keltirishga tilakdosh ekanligini bildirishda faoliyatimiz 2,5 soatdan ortiq davom qildi. Chunki savollarda nima uchun Xitoy Uyg'urlarni Sharq Turkistonni ishg'ol qilib oladi va nima uchun dunyo jamoatchiligi bunga qarab turdi? Nima Xitoy hukumatiga qarshi bir tadbir qo'llanmaydi va biz nima qilib bera olamiz? Biz yoshlar bo'lishibimiz bilan qanday qilib Uyg'urlarga yordam qila olamiz degan savollarni so'raydi. Bu savollardan bu o'quvchilarning temaga nihoyat qiziqayotganligi va ko'ngil bilayotganligini ko'ra olamiz. Bularning savollariga, bular bergan savollarga biz qanday qilib yordam qila olamiz? Biz nima uchun dunyo jamoatchiligi bu ishga qo'l tiqmaydi, nima Xitoyni turg'izmaydi, to'smaydi degan savollarga javob beramiz. Bularga bizning bergan tavsiyalarimiz birinchidan Xitoylarda yasalgan ashyolarni, har qanday ashyolarni, mahsulotlarni sotib olmaslik. Buning har birida Uyg'ur tutqunlarning begonada turmada va yoki lagerlarda yotayotgan Uyg'urlarning majburiy emgak silinayotganligi va buni o'zlari o'quvchilar orasida, yoshlar orasida yeyish kerakligini va bu ijtimoiy taratqularda tarqitib Xitoyning mahsulotlarini olmaslikqa o'zining yosh quramdagi bolalarni da'vat qilishga tirishish lozimligini
tavsiya qildik. Shveysariya garchi Yevropadagi Uyg'ur eng oz davlat bo'lsa-mu, ammo bu davlat dunyo iqtisodining markazi bo'lishdek alohidligi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabining bu davlatda bo'lishidek afzalligi sababidan bu davlatda yashaydigan Uyg'urlar to'liq aktiv faoliyat olib bormoqda. Shundaqla dunyoning har qaysi joylaridan janvaga keladigan Uyg'ur siyosatchilar va aktivlarga yaqindan moslashib, har qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur masalasi yoki Xitoyning kishilik huquq masalasi kun tartibga keladigan vaqtlarda namoyishlarni tashkillab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari va siyosatchilarni qo'llab hamdam